Bugun mana zolimlarning xizmatkorlari aytadi-ku, sizni uyingizdan ushlab ketayotgan mirshaplar ham, maktabda qizingizga hijobni yechtirayotgan o'qituvchi, direktor, guruhdalar ham, domkom ham o'g'il soqol qo'yganda yugurib kelib sizni tergov qiladigan. Ha, bizga buyruq bor tepadan deydi. Biz ham xuddi shu gapni aytamiz. Bizga buyruq bor tepadan. Sen lekin Abdullohmisan, Abdul Hokimmisan? Shuni alomati kimni buyrug'ini qilishligingda ko'rinadi. Sen hokimning quli bo'lsang, tepadan buyruq bor, shu hokim nima desa shuni qilasan. Allohning quli bo'lsang, bizga ham tepadan buyruq bor deysan, Alloh buyurganini qilasan. Agar sen hukumatning buyrug'i bilan dinni tarqatayotgan bo'lsang, sen Alloh buyurgan ish qilayotganing yo'q, hukumat buyrug'ini qilyapsan. Hatto din tarqatayotgan bo'lsang ham. Ya'ni odamlar nima deydi hozir? Sen bu gaplarni gapiryapsan, hozir bu gapni gapirsak, hukumat bizni tinch qo'ymaydi. Hazillashyapsanmi sen bola? O'ynashmasang bola, katta gapirmasang bola degan narsalardan qo'rqmang yani. Odamlarning malomatdan qo'rqmang. Ya'ni bugun odamlar o'ylaydi, haqiqatni aytish uchun zarar kelmaslik kerak emish. Payg'ambarlarga nimaga zarar kelgan unda? Payg'ambarlarga ergashganlarga nimaga zarar kelgan? Ya'ni haqiqatni aytgandan keyin zarar kelmay iloji yo'q ekan. Haqiqatni aytsang hozir zarar bo'ladi, zarar berding, seni bunaqa gaping deb qancha odam zarar ko'rdi deydi. Kim aytdi senga zarar ko'rmay turib haqiqatni aytib bo'ladi deb? Haqiqatga amal qilib bo'ladi deb. Mana Ibn Qoyim shuni aytibdilar, payg'ambarimiz ham, ashoblar ham mana shunday baralla haqda aytgandan keyin ozor chekdilar Makka da. Lekin bu Allohning sunnati ekan, iloji yo'q bo'lish kerak narsa. Bunday odamlar bolam yig'laydi deb bolasi kasalligida bolasiga ukol qildirmaydigan odamga o'xshaydi. Hadisa hozir zarar bo'ladi, bolam yig'laydi ukol qilsang. Bola ukol qilsa yig'laydi, endi iloji yo'q bo'lish kerak ukol. Uni albatta og'riq bo'lsa ham shu sayish kerak ignani. Sabab aks holda inson shifo topmaydi. Haqiqatni hozir aytsak zarar bo'ladi deb o'tiraverish, ana shu kasallikni hozir igna saysak og'riydi deb kasal qilib badanni ushlab o'tiraverishga o'xshaydi. Og'risin, lekin tuzaladi shu bilan. Haqiqatni aytishim mana shunday, zarar kelsa keladi, lekin shu bilan tuzalish boshlanadi. Endi sizga savol, bugun o'sha payg'ambarimiz Makkadalik davrlarda, o'sha zaif davrda haqni baralla aytishga buyurilganlik holat yo'qmi musulmonlarda? Ya'ni o'sha Makka davrichalik ham emasmi biz hozir bizning holatimiz? Bir hovuch musulmon bor edi Makkada. Hozir 1,5 milliard musulmon bor-ku. Va qancha musulmonlarda imkoniyatlar bor-ku. Hijrat qilib chiqib ketib haqiqatni aytish, yashirinib bo'lsa ham haqiqatni aytish. Chunki bugun uyda o'tirib aytish mumkin haqiqatni, odamlar oldiga chiqib aytish shart emas. Ijtimoiy tarmoqlar orqali haqiqatni aytish mumkin. Ya'ni qancha imkoniyatlar bor demoqchiman. Shunda ham o'zini inson vahiy kelgan birinchi yillardagi holatga taqqoslab haqiqatni o'z aytmasligimiz kerak deydimi? Demak, islom yo'li odamlarga yoqiydigan qilib, hukumatlarga yoqiydigan qilib, diniy taqoz bilan tarqamaydi. Islom yo'li Alloh buyurgandek qilib haqni baralla aytish bilan tarqaydi. Mana qarang, fasda bima tu'mar, siz buyurilgan narsani ochiq ayting deyapti. Buyruq bor bizga demak. Bugun mana zolimlarning xizmatkorlari aytadi-ku, sizni uyingizdan ushlab ketayotgan mirshaplar ham, maktabda qizingizga hijobni yechtirayotgan o'qituvchi, direktor, guruhdalar ham, domkom ham o'g'il soqol qo'yganda yugurib kelib sizni tergov qiladigan. Ha, bizga buyruq bor tepadan deydi. Biz ham xuddi shu gapni aytamiz. Bizga buyruq bor tepadan. Sen lekin Abdullohmisan, Abdul Hokimmisan? Shuni alomati kimni buyrug'ini qilishligingda ko'rinadi. Sen hokimning quli bo'lsang, tepadan buyruq bor, shu hokim nima desa shuni qilasan. Allohning quli bo'lsang, bizga ham tepadan buyruq bor deysan, Alloh buyurganini qilasan. Agar sen hukumatning buyrug'i bilan dinni tarqatayotgan bo'lsang, sen Alloh buyurgan ish qilayotganing yo'q, hukumat buyrug'ini qilyapsan. Hatto din tarqatayotgan bo'lsang ham. Hukumat chizib bergan doirada tarqatsang agar